Qiyomat uzoqdek tuyulardi, birodarlar. Lekin mana shu oxirgi oyda qiyomat yaqindek ko'rinib qoldi mening nazarimga. Balkim sizlarga ham xuddi shundaydir. Xuddi nazarimda Imom Mahdiyning qo'shinida bo'ladigandekman. Nazarimda Hazrat Iso alayhisalomni ko'radigandekman. Men ilgari qiyomat hali uzoq bo'lsa kerak, qaysidir avlodimiz ko'rsa kerak deb yurardim. Hozir ishonasizmi? Qiyomatni hatto men ko'rsam kerak deb o'ylayapman. Kechalari uyqumni qochirib boryapti, kayfiyatimni o'chiryapti. Har kuni bu fikr meni tark etmayapti. Ha birodarlar, qiyomat o'ta yaqinday. Shunday bo'lib qoldi.